Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bizni Chorva go'sht markazimizni kechki vaqtdagi ko'rinishi. Mana hurmatli do'stlar, bizni Chorva go'sht markazimizda bugun yana qo'shimcha sveji qazilarimiz tayyorlanyapti. Kimda kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Ko'p miqdorda bo'lsa dastavka xizmatlarini ham qilib beramiz. Agarda bemalol shuni olib ketsalaringiz ham bo'ladi. Osh markazi va qassoblarni mana shu ishlashga chaqiramiz. Mana hurmatli do'stlar, qazilarimiz tayyor hammasi. 3 xil turdagi qazilarimiz bor. Quritilgan, mana shunday sveji va pishirilgan qazilarimiz ham bor. Kimda kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishlari mumkin.